Oiladagi eng charchagan jon ona emas, buvi ham emas, aka-uka, singillar ham emas. Bu katta qizdir. U hali o'smirlikka yetmasdan avval ikkinchi onaga aylanib ulguradi. Uni doimo boshqalarni birinchi o'ringa qo'yishga, yetuk bo'lishga, mas'uliyatni zimmasiga olishga, fidoyilikka, hech kim sezmagan hissiy yuklarni ko'tarishga o'rgatishadi. U juda erta ulg'ayadi. Juda ham erta. Boshqalar bolaligidan to'liq bahramand bo'layotgan paytda u ularni tarbiyalashga ko'maklashadi. Boshqalar yig'lashga haqli bo'lgan pallada u mustahkam turishi shart bo'ladi. U hamma narsani tuzatadigan, hammani tinglaydigan, barcha muammoni hal qiladigan inson bo'lib qoladi. Ammo kim unga g'amxo'rlik qiladi? Kim uning ichidagi og'riqni tinglaydi? Undan doim kuchli bo'lishini kutishadi. Har doim hammasi joyida bo'lishini xohlashadi. Ammo uning qalbi aslida holdan toyadi. U jim holda qurbon bo'ladi. Yopiq eshik ortida yig'laydi. Sinadi. Ammo baribir davom etadi. Chunki u katta qiz. U shikoyat qilmaydi, taslim bo'lmaydi. Lekin bu unga og'riq yetmaydi degani emas. Uni holidan xabar oling. Uni quchoqlang. U ham mehrga muhtoj.